Amir Temur o'z qo'shinini yanchib tashlashga kelayotgan yengilmas fillarga qarshi jahon tarixidagi eng dahshatli olovli hiylani qanday qo'llaganini bilasizmi? Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asarida yozilishicha, Dehli ostonasida yuzlab fillarga duch kelgan sohibqiron quruq kuchga emas, aqlga tayanadi. U mudofaa uchun zudlik bilan chuqur xandaqlar qazdiradi va yerga minglab uchli temir tikanaklar sochib chiqishni buyuradi. Fillar bostirib kelganda esa kutilmagan mudhish hujumni boshlaydi. Temur qamish va xashak ortilgan yuzlab tuyalarga olov qo'ydirib, ularni fillar ustiga haydaydi. Olovdan dahshatga tushib va temir tikanaklari oyog'i yirtilgan quturgan fillar orqaga qochib, Dehlining o'z qo'shinini yanchib tashlaydi. Ayni shu dahshatli onlarda Temurning asl bahodirlari Shayx Nuriddin va Shoh Malikbeklar jangga kiradi. Ular pashshadek o'zlarini bahaybat fillarga uradilar. Zafarnomaga ko'ra, Davlat Temur va Mangri Xoja boshliq yigitlar fillar ustidagi hinlarni o'qqa tutib qulatadilar va maxluqlarning xartumlariga qaqshatqich qilich zarbalarini beradilar. Ammo tarix doim ham shonli g'alabalardan iborat emas. Mo'g'ullarga qarshi qahramonlarcha kurashgan Otror hokimi Inalxonning mudhish qismatini bilasizmi? 20 ming qo'shini bilan bir oy davomida mardonavor jang qilgan Inalxon asirga tushgach, Chingizxon unga shunday bir vahshiyona va dahshatli jazo o'ylab topgan ediki, bundan butun olam larzaga tushgan edi. Bu nima edi? Bu mislsiz yovuzlikdan so'ng qasos olovida yongan Sulton Jaloliddin Manguberdi butun umrini mo'g'ullarni qirishga bag'ishladi. Inalxon qanday dahshatli o'lim topgan edi va Jaloliddin qanday qasos olgan edi. Keyingi qismni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.